o'zi ovqat yemaydi. Nimaga ovqat yemayapsan desam, mani oyim o'zi ovqat yedirib qo'yadi, o'zi chaynab beradi deb aytadi. Bola o'z vaqtida chaynashi, mustaqil harakat qilishi, ovqatlanishi, kiyinishni o'rganishni bilishi kerak. Aks holda u faqatgina onasiga yoki katta odamga qaram bo'lib ulg'ayadi. Bu esa na rivoj, na mustaqillik. Undan keyin ovqatni chaynab berish bolaga qanchalik xavfli? Ona o'zidagi, og'zidagi bor mikrobni bolasiga o'tkazadi-yu. Kichkina bolalardagi og'iz kasalliklar aynan shundan kelib chiqadi. Mehr bu hamma ishni bolani o'rniga bajarish emas. Mehr bu o'rgatish, erkin qo'yish va ishonch berishdadir. Bizni bog'chamizga kelgan har bir bolani erkinlikka o'rgatamiz. 2 yoshdan kelgan har bir bola o'zi bemalol mustaqil ovqatlanishni boshlaydi. Mani bu videoyimni bolasiga ovqat chaynab beradigan onalar bor-u, o'shalarga jo'natib qo'yavering.